Duo qilamiz dasturxonga. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alna minal muslimin. Yedirib to'ydirgan, ichirib qondirgan, musulmon fitratida yaratgan egam Allohga hamdlar, sanolar bo'lsin. Bergan rizqlari halol, pokiza luqmalardan bo'lib, qiyomat kuni hammamizdan so'roqlari chiroyli so'ralsin. Alloh shu xonadonni murodini hosil qilsin. Iymonlari salomat, farzandlari itoatda bo'lsin. Xudoyim haq taolo yurtga tinchlikni, ob-ravonga barakani, islomga hamisha quvvatni ato etsin. Alloh. Xonadon egalari xatmi Qur'on buyurishibdi. Inshaalloh xatmi Qur'onni o'tgan ota-onalarga, buvlarimizga deb niyat qilishibdi. Hozir shu xatmi Qur'onni oxirini, nihoyasini yetkazib qo'yasizlar deb iltimos qilishyapti. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة بحتم القرآن العظيم وبحرمة رسولك الكريم. واعف عنا يا رحمن، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم زينا بزينة التلاوة القرآن وأكرمنا بكرامة تلاوة القرآن. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة تلاوة القرآن. واهدنا والجنة بشفاءة القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي الآخرة وقبر وقبورنا مونسا وفي القيامة شافعا ومن النار سترا وحجابا. اللهم يا منزل البركات، اللهم يا أترافع البليات، اللهم رافع الدرجات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات. Yaratgan egam Alloh, o'qilgan tilovatni yakka yolg'iz sening rizoliging uchun o'qidik. Allohim qilingan inshaalloh 30 pora Qur'ondan, hosil bo'lgan 114 ta suraning barokotidan, jamiki Allohim oyati karima har bir zer zabari haqqidan, hurmatidan Alloh avvalan boshi o'qilgan inshaalloh kalomini payg'ambarim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ravzalariga nur va rahmat qilib ahli baytlarining ravzalariga yetkazgin. Yaratgan egam Allohim har birimizdan Qur'on talab bo'lganlarni va shu xonadonda umid bilan Qur'onni xatm qildirib inshaalloh otalaridan, yaratgan Robbim buva buvalaridan, xil xish yetti pushtilaridan, jigar go'shalaridan
qaynana qaynata qayin bo'yinlardan umidvor bo'lgan, Allohim shu xonadondan Qur'on talab bo'lgan jamiki mo'min va musulmonlarga, mu'mina va muslimalarga Allohim xatmi Qur'on nurini qabrlariga yetkazgin. Hosil bo'lgan xatmi Qur'on nuri bilan inshaalloh tirilarga shifo, rahmat, hidoyat bergin. Allohim Qur'on haqqi bilan dunyo ishlaringlarni, din ishlaringlarni Alloh o'nglasin. Shu xatmi Qur'on xayri bilan, hurmati bilan xonadoningizga fayz, baraka ato etsin. Shu fayz bilan Allohim yaratgan ekan farzandlarimizni bir-biriga inshaalloh oqibatli qilsin. Bolalaringlar Qur'onxon, Yosinxon zurriyotlardan bo'lsin. Dunyodan o'tayotgan kezimizda orqamizdan jaynamoz va Qur'onlarimiz g'arib bo'lmasin. Allohim uylarimizni larzaga keltirib azon etadigan muazzinlar tug'ilsin. Allohim avlodlarimizdan tug'ilayotgan kimsalar dunyoda Qur'on ilmidan ta'lim beradigan mudarrislardan bo'lsin. Qiyomat kuni Allohim Qur'onni to'plagan, Qur'onni jamlagan muborak zotlar bilan turpoqdan turib bir safda jannatga yurishlikni Alloh nasib etsin.